zavod qilsanglar bo'ladi mana shu generator akala. Ubay brendining 3,5 kilovatlik generatori start stopda ham zavod bo'ladi. Endi buni nagruskada ishlatib ko'ramiz akala. Mana qaranglar. O'chirmaymiz, mashina holat turadi. Endi bunisini. Bu ham o'chmaydi. Bu o'zi ishlab turibdi. Nima deyapsiz akalar? Ha, qaranglar. Bir vaqtda 1, 2, 3, 4. Naq 4 ta stanok ishlab turibdi akalar. Buni bemalol pultdan ham o'chirib bo'ladi. Distansionni ko'rasizlarmi akalar? Narxi 3,5 million so'm chiqadi. Ubay Tools'da offline do'konlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Yo'q, men viloyatdaman, onlayn buyurtma beraman degan akalarim uchun bemalol Mega Tools'da olsa xarid qilsangiz bo'ladi. Даже bo'lib berishga ham olsangiz bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Bu videoni generator zo'rini olaman yurgan tanishinglar bo'lsa, tez jo'natib qo'yinglar.